Mahmudjon, Labbay. afsona. Jon afsona. Boshqa yerga qadaganimni ham ko'ribsan, ha? Juda ashula eshitgan kelsa kelib yelkamga osilib qo'shiq qilaverasan. Nima deb? Ya, shoir yozgani sen qiynalmasin deyapman-da, yo'g'oni to'g'ri kelib qol. Bahodirjon Shokirov oddiy oilada dunyoga keldi. U bolaligidan ziyrakligi va gapga chechanligi bilan tengdoshlari orasida ajralib turardi. Qaylarga borib keldim ha? Bolaligi baloligi, o'smirligi qitmirligi ham o'ziga yarashardi. Qiziqchilik qilib davralarni gurullatib yurgan pallalarda elga tanilib ketishini o'ylamagan bo'lsa kerak. Ammo san'at uni mashhur qilib yubordi. O'sha davrlarni turmush o'rtog'i shunday xotirlaydi. To'yda topishganmiz, to'yda. Bitta o'rtog'imizni to'yida aka bordik, 3 ta qizlar boruvdik. O'shakka borsak, ertaga ashula aytyapti. Keyin bilsak endi madaniyat nimasi o'qishar ekan Farg'onada. Keyin shuni ichida baq kelinni olib kirib ketgandan keyin hali mahalla yigitlari nima bo'lib qoldi? O'ralib qoldi o'sha yerda ko'pchilik. Endi biz ham qizlar ko'pchilik edik. Keyin hali joyda baq keldida bittasini shunday tortib yig'ishtirdi o'zi, hammasi o'sha yig'ishtirib olib ketdi. Keyin aytdi qizlar, bitta balalar yomon deyishdi. Nimaga? Mana aytdi, yolg'iz o'tirishadi. Buvim bor bitta, o'shalarga dam oylarda keyin talab etmay ketaverasizlar. Bu deyishdi. Bo'pti deb, 4 ta qizlar kirib ketdik birga endi. Qochdik-da, biz ham aytdan qo'rqdik. Keyin o'sha yerda nima ertasiga o'sha qaynam ertalabda chiqib, baqa yurishaverdi. Biz turdik-da, u qizlarni aqa jo'natib yubordim, men menga Maysaga keldim. Endi 2 kundan keyin boringki o'sha kelishni boshlashdi baq. Yo, u oldin o'zlari kelaverdi. Nimaga keldingiz? Nima ishingiz bor desam? Yo, o'zim bir ko'rib ketay dedim deyshadi, ketishaveradi indamasdan. Keyin o'sha onalar bordi, shu bilan bo'lib ketdi-da. Yaxshi inson, mana oxirigacha Xudoga shukr, hali bir marta urushib, bir qahva bo'lmaganmiz. Endi men 68 da maktabni bitirganman. Yoshim ham katta. Maktabni bitiriboq Farg'ona musiqa bilim yurtiga o'qishga kirganman. Qarang. Odamlar boradi. Iqtidori yo'qligidanmi kirolmaydi. U paytda hamma yo'q anaqa bo'lgan. Oxin akam rahmatlining mototsikli bo'lardi, lo'lkalik. Otam rahmatli meni lo'lkaga o'tkazishib, Farg'onaga o'sha musiqa bilim yurtiga olib borganlar. U paytda Maqsim akaning choyxonasi degan joy bor edi, maktab o'sha yerda edi. Qipchaqib degan domla bo'lgan rahmatli. Rubobga qiziqqanman. Pianinoda sulxingizni tekshirar ekan, teskari qarab turar ekan, bitta notani bosar ekan, shuni topib berar ekan. Xullas kalom hamma yo'ldan o'tdim. Endi rubobga odam ko'p, buni dutor basta o'qiydilar dedi. Xo'p dedim. 1 yil dutor basta o'qidim. Rubobga anglar bo'lmayapti desam, yo'q dedi. Bo'lmasam deb keyin yana 1-kursdan Zuxoyga o'tib ketdim. Kontrabas çaldım. Bo'lmadi dedim. O'qish tugadi. Yana 1-kursdan boshqatdan trombonga o'tdim. Hamma cholg'u sozlar cho'p kelyapman. Yana yoqmadi. Yana 1-kursdan qarangda bu hayron qolaman-da. Yo tashab ketish kerak.
4 yil birinchi kursda o'qib, oxiri valtorni degan cholg'u sozi bor, ba'da choptirib, ba'dan qo'lingizni tiqib olasiz. O'shani o'qiganim menga qachon armiyaga borganimda asqatdi. Vaqt taqozosi bilan uylandik. Bolali bo'ldik. Ruslar vesmishok deydi, bo'yinga tushdi. Kuchli ustaga shogird tushsang, o'zing ham zo'r bo'lasan deyishadi. O'zi kuchli bo'lishi uchun ter to'kib mehnat qilishi kerak. Bahodir Shokirovning ustozi Muhiddin Darveshev. U ustozi singari hozir javoblik va uddaburonlikda tengi yo'q. Askiya jarayonida sherigi tomonidan aytilgan gapga sekundlar ichida javob qaytarib, uni mot qilish qobiliyati kuchli. Usta, nasihatlaringizga, o'gitlaringizga amal qilaman-u. Bir xil vaqtda juda oshirib orasida. Nima bo'ldi? O'zi yoshligingizda sunnat qilgan ustani ham kallasini aylantirib o'rgan ekansiz, 7 o'lchab bir kesdi. Sinovga. Siz gapirsangiz bizga nasihat qilmang deyaptimi egovlari? Ha, deyapti. Qo'ying. Nima qilasiz bularga gapirib? Nima bo'ldi? Bilmaysizmi, balchiqqa tosh otsangiz o'zingizga chachiraydi. Siz ham xatam bo'yidan xafa bo'lmang. Nimaga? Gapiraveradi. Chunki elekka chiqqan xotinda 50 og'iz gapi bor. Avlajon. Bahodir aka. Siz ham xafa bo'lmang ekovdan. Nimaga? O'shancha bekarga aytmagan, gapni gapir uqqanga, jonni suqqanga deb. San'atlar ichida nozigi ham, juda chuquri ham, og'iri ham bu askiya san'ati. Askiyani maktabi yo'q. Ilohiy narsa. Buni qiyin tomoni ham shundaki, sherigingiz sizga luqma tashagan paytda u nima demoqchi bo'lyapti, oxiri nima bilan tugayapti, yakunlanyapti. Shunga qarshi fikringizni jamlab turib, oxirini tushunib turib, o'shaga javob qaytara bilish kerak. Do'li sekund ichida bo'la turgan narsa. Bahodir aka, Labay. apsana. Jon apsana. Hali ko'zim tushib qoldi, paypaxtni ham teskari kiyib olsana. Nasirjon. Labay, Apsana. jon apsana. To'polangda oyog'imda orasiga ham qarabsana. O'zbek xalq kulgusini eng shirini, eng tezobi, eng maza qiladigan, eng ommabopi va shu bilan birga eng nozigi bu askiyadir. Shu askiyachilik janrida uzoq yillar mehnat qilib kelayotgan ijodkor, o'sha nomdor askiyachi, ustoz askiyachilar bilan tengma-teng olishib kelib, hozirgi kunda ustoz darajasiga yetgan san'atkorlardan, askiyachilardan Bahodirjon Shokirov ustozim bo'lishadi. O'sha Hojiboy Tojiboyev, Rustam Hamroqulovlar ilk qadamini bosganda Bahodir akam shu payt davrda kirib kelgan. Shu paytda ekan, lekin ular qiziqchi yo'nalishda ketgan. Bahodirjon Shokirov askiya yo'nalishini tanlagan. Buyuk inson. Ha! Bitta odamlarni to'plab oling, nima qilyapsizlar? Dam olyapmiz. Men sizlardan bildirmay turib bir ilmiy ish qilib qo'yibman. Ana. Olimlik darajasiga yetay turgan ish qilib qo'ydim men. Ya'ni masalan, kirpish degan so'z. E'tiborlaringiz uchun o'rischami, o'zbekchami? O'rischa. O'rischa bas, ruscha. Bekarlarda aytibsizlar. Kirpich bu haqiqiy o'zbekcha so'z. G'ish deganimi? Otangizga rahmat. Masalan, loyda qilib, qorib, qolipga kuyganingizdan keyin g'ish bo'ladimi? Bo'ladi. Xom g'ishni lentaga qo'yib, xumdonga kirgizib ola turib, orqasidan turib kirib pish deysizmi? Ana! Aslida hayotning o'zi qiziq. Kulguli voqealar har birimizning turmushimizda uchraydi.
qiziqchi bo'lmagan odam buni ilg'amaydi. Ba'zan hangomachining hayotining o'zi hangomaga boy bo'ladi. Bahodir aka yoshligidagi voqealarni shunday xotirlaydi. Rahmatli Ergash aka Turdiboyev degan kurjogimizda musiqa rahbari bo'lardilar. Shu odam rubobdan o'rgatgan menga. 1 yil 2 yilda yaxshi chaladigan bo'lganman. Uning orasida mahallada to'ylar olib qolsa rubobimni olib chiqaman o'zimcha-da. Keyin hali esini tanigan bolalarni yaxshi ko'radigan san'atkorlar ham bo'lar ekan-da. Ey bola baqaka. Qiziqasanmi? Ashula ham aytasanmi? Ha, aytiraman. Qani haloyiq. Mana shu bolaga bir navbat beraylik. Ajomas kelajakda zo'r hofiz bo'lsa. Qani o'g'lim boshla desa endi xursand bo'lganimdan bullalarimgacha tellab ketadi. Haliginda cholib ashula aytaman. Qahramonimiz hayotida uchragan qiziqarli voqealarni maroq bilan eslab yuradi. Endi bu san'at juda bir nozik narsa ekanki, tili yo'q, zaboni yo'q. Insonni o'ziga mahliyo qilib qo'yar ekan. Qarangki, qayda bo'lsangiz shu san'at bilan yurasiz. Yotganingizda ham, turganingizda ham. Keyin to'ylarga chiqadigan bo'ldik. Bitta tora oldik. Haligi kinoni ustitirib oladi. Tupesat. M40 deganmi, M47 degan mikrofoncha oq. Bir kishi ushab turadi, ashula aytamiz. Katta akaxonlar bizlardan 3 sinf, 4 sinf maktabni bitirganlarda uylaydi. O paytda vaqtida uylashardilar to'yda, qishloqlarda. Mana artist qilib aytadi. Kechqurun 6 da boshlangan to'y quyosh chiqqanda tugaydi. Endi men chiqib olib haligi torni cholib xayrli lutfli bo'laman-da. Nazokatdan bo'libsan, jononim muhabbat Gülden oyday to'libsan, maqatashga yet ijozat. O'sha paytda ovozimcha qo'ng'iroq olgan. Endi hozir yoshimiz bir joyga borib, nafasni ham zo'rg'a olyapmiz, ovoz qolmadi-da. Men o'ylaymanki, Bahodir Shokirovni shu aynan askiya san'atiga qo'shgan hissasi 100% qilgan ishlari shu Muhiddin Darvishevlari mana shogirdi o'sha vaqtlarda Minat yuralarda chiqqan har bitta obrazlari buni mehnati biz ham bilganimizcha bilamiz. O'zlari biladi. Misol uchun o'zidan so'rasa mana shu binolardan so'rasa aytadi. Uchko'prik tuman madaniyat bo'limida 40 yil oshiq ishlayapti. 40 yildan oshiq ishlayapti hozir. Bahodir Shokirov. Aytmoqchimizki, mana shu askiyani rivojlanishida ham, mana shu tumanimizdagi Muhiddin Darvishev nomidagi Hangoma xalq teatrini rivojlanishida ham asosiy poydevor mana shu insonlar Bahodir akamning o'zlari. Chunki Shokirov nima deydi, haligi oilasida mehribon ota, nevaralarga mehribon opoqi, o'sha Muhiddin Darvishev ustoz san'atkorlarga o'xshagan, bunda tabiiy o'zi mana shu Xudo yuqtirgan bir san'ati bor. Sahnaga chiqqanda ham hayotiy, tabiiy ijodi biz o'zimiz ham misol uchun mana shu taraflama bu insonga qoyil qolamiz. Yangi xo'jalikka borganimda, aytga kelin bo'lib tushganimga hamma hayron bo'lishgan. Askiyachini nevarasiz deb. Keyin bitta askiya eshitaylik deb qiziqishar edi. Doim askiya
aytib bering, jichcha bo'lsa ham baribir opoqiz askiyalardan bilsangiz kerak deb qiziqib so'rashar edi. Endi uncha-muncha bilganlarimni aytar edim. Kuldirib aytdagilarni ham voy sizga mazza, u yoq bu yoqlarga borasiz. Har joylarga olib borishib, hali askiyalarga birga qatnashasiz deb doim hamma qiziqib so'rashar edi. Qaynona-oyijonlar doim bir yoqqa mehmonga olib borishganda bu kelinim askiyachini nevaralari deb faxrlanib gapirsa xursand bo'lib ketar edim. Bahodirjon Shokirovni nevaralarida askiyachidan kelin qilganman. Qaynona-oyijonim doim shuni deyishar edi. Bir urushlari ham askiya deydi. Hech qachon hali so'kib, urushib, hali yomon gapirishganlarni eshitmaganman. O'sha hali yomon gaplari ham askiyadek tuyuladi, kulgilida o'sha gaplari ham. O'sha gaplari ham hali doim qiziq. Opoqimda afsona, jon afsona degan askiyalari yoqadi menga. Shu bilan tanilganligi uchun yaxshi ko'raman shu askiyalarini. Ha, kelinglar. Iya. Anvarjon. Labbay Bahodir aka. Afsona. Jon afsona. Mana o'tirishga otangni ham boshlab kelsan, ha? Bahodirjon aka. Labbay. Afsona. Jon afsona. Otamning hunarini bilmabsan-a. Bahodir akaning ko'rinishi salobatli bo'lishi mumkin, ammo u kishi hayotda juda yumshoq, tabiatan ko'ngilchan, insoniyligi ziyoda, qalbida kiri yo'q. Ba'zan jahli chiqqanda ham o'zini bosib, sipolik bilan o'z fikrini bayon qiladi va tushuntiradi. Shuning uchun ham hurmati baland. Bahodir akani biz yoshligimizdan bilamiz. Shu ustoz Muhriddin Darveshevni eng suyukli shogirdlaridan biri. Askiya san'atini avloddan avlodga o'tkazib kelayotgan bir shaxs sifatida, ijodkor sifatida juda hurmat qilamiz. O'zlari ustoz darajasiga yetib keldilar. Sababi juda ham ko'plab shogirdlari bor. Qolaversa bizni mana shu bo'limimizda tashkillangan askiya mahorat maktabini rahbari sifatida bugungi kunda askiya san'atini yoshlarga o'rgatib kelmoqda. Ayniqsa mana shu bizning hududimizda boshqa joylarda takrorlanmaydigan bir ajoyib sheva bor. Ana shu shevada askiya qilishlarini o'zi ham men o'ylaymanki, muxlislarni o'ziga jalb qiladi va aytadigan so'zlarini maromiga yetkazib berishda xizmat qiladi deb o'ylayman. Shogirdlari Bahodir akamdan ham o'tadigan darajada yuqori bir ijodkor bo'lishib, xalqimizga mana shu askiya san'atini keyingi avlodda yetkazishda xizmat qilishiga tilakdoshman. Qizig'ini qarang. Gol deydi. Top varataga kirib ketsa, labe gol oladi. Gol oladi. Ha, topni qo'yib yuborgan ekan. Kelib kapitan komandasi varatani so'kibdi. Ahmoq! Kirgizib yubording-a? Ey, golmisan? Gol! Gol debdi. U kishi uzoq yillar madaniyat sohasida ishlab kelmoqda. Hozirda davlatimiz rahbarining qarori asosida tashkil qilingan Bag'dod tumani madaniyat bo'limi tasarrufidagi 23-sonli madaniyat markazi to'garak rahbari. Bu yerda askiyaga iqtidori kuchli bo'lgan bolalar bilan alohida shug'ullanadi. Alaykum assalom, kelinglar. Mana o'quvchilar ham keldi, qani yuringlarchi. Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Mana sizlar bilan bir yildan shaqa askiya mahorat maktabida man birgalikda askiya o'rganib kelyapsizlar. O'zi askiya so'zi nima degan savol bo'ladi? Askiya bu zakiya so'zdan olingan bo'lib, hozir javoblik. Keyin uddabironlik. Sherigingiz nima demoqchi bo'lganligini gap tugamasdan tushunib yetib, shunga javob qaytarishlik. Har bitta so'zga e'tibor berib, mazza qilib davom ettiraverasizlar.
Javob uchun oldindan rahmat. Birinchi ustozingiz kim bo'lgan? Sog' bo'ling, o'tiring. Juda to'g'ri savol. Mening birinchi ustozim O'rta Osiyo qiziqchilar sultoni, mashhur qiziqchi Muhiddin Darveshov bo'lganlar. Mana hozir askiyachilik qilganimga, o'z san'atni boshlaganimga 57 yil bo'lgan bo'lsa, askiyachilikni boshlaganimga salkam 50 yilmi shuna bo'lib qoldi. 45 yil o'tdi askiyachilik boshlaganim. Shuning uchun mana hozir prezidentimiz tashabbuslari bilan joylarda Respublika mahorat maktabi ochilib, meni o'zlari Bog'dod tumaniga mahorat maktabiga rahbar qilib qo'ydilar. Mana endi sizlar bilan birgalashib shu yerda askiyani jarayonlari, askiya to'g'risida nima qilish kerak, shuni birga o'rganib boryapmiz. Sahna madaniyatini esdan chiqarmanglar. Sahna nutqi, sahnani odobi. Shoshilmasdan askiyani qani bir ko'raylikchi, boshlangchi. Voy Sanjarbek, Labbay. Men sizni o'xshatdim. Nimaga o'xshatdingiz? Ochilib turgan gulga o'xshatdim. Ochilib turgan gul bo'lganimni nima qilardingiz? Quyoshda so'rib qolmay deb uyga kirib tuyak o'tkazib qo'yardim. Ha, Sanjar. Sigirlo? Labbay. O'xshatdi. Nimaga o'xshatding? Gulga oshiq beqaro bulbulga. Bulbul bo'lgandan nima qilardingiz? Shoximga qo'ndirib olsam, ertalab bitta sayratasdan. Ha. 5 minut desa 5 minutlik, 10 minut desa 10 minutlik bo'lish kerak. Tushunarlimi? Hozircha sizlarga rahmat. Bugungi darsimiz tugadi. Kelasi darsda ko'rishguncha sog' bo'linglar. Xayr olmasin bolalar. Marhamat. Assalom, kelinglar. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Olmaylar. Yaxshimisizlar? Kelinglar, o'tiringlar. Ha, Bodir aka, ozgina vaqtingizni olamiz. Bemalol. Ustoz, siz uchun bir kutilmagan sovg'a bor. Hurmatli Bahodirjon Shokirov, sizni 15-aprel O'zbekiston Respublikasida Madaniyat va san'at xodimlari kuni bilan chin qalbimdan samimiy tabriklab, o'zimni chuqur hurmat va ehtiromim bilan ezgu tilaklarimni izhor etaman deb boshlanadi. Ezgu orzu niyatlaringiz amalga oshsin deya Ozodbek Nazarbekov, O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vaziri. Rahmat. Sog' bo'linglar hammamizga iloyim. Rahmat. Mana bu sovg'a ham mana. Iya. Juda ham chiroyli. Rahmat. Yashang. Mana, voy. Xursandchilikdan bu ham o'zini tashlab yubordi. Mana tabriklayman. Umri uzoq bo'lsin. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Ko'nglim tog'dek ko'tarildi. 30 yosh yashardim. Ahrorjon rahmat. Yana bitta mana shunaqangi faxriy yorliqlar, tashakkurnomalarga bitta yana qo'shildi-da, xudo xolasa. Albatta mana. Hamma yo'l tashakkurnoma bo'ladi. Hurmatli prezidentimizga rahmat. Albatta. Bunchalik imkoniyat qilib qarangki, sanoqli tumanlarda bor mahorat maktabi. Albatta. Men xursandchiligim cheksizligiki, kuni kecha Andijon viloyatini yangi Andijon ochildi. Shunga taklif qilishdi bordik askiyachilar, san'atkorlar hamma Toshkentdan kelgan. Bahodir Shokirov faqatgina askiyaning o'zi bilan shug'ullanmaydi. U kishi bolaligidan turli sozlarni chaladigan mohir sozanda ham bo'lgan. Shuningdek, davrani qanday olib borish kerakligini yaxshi bilgan va ularni shogirdlariga ham o'rgatib keladi. Bu juda ulug' bo'ladi. Men endi sizlarga ko'makdoshman. Bejizga bu odamni ko'pchilik ustoz demaydi. Sabab bu odam askiya san'atiga kirib kelguncha bo'lgan hayotida
yaxshigina ashulachi bo'lgan. Shuning uchun ko'p sozandalar, ashulachilar ustoz Bahodir aka deb murojaat qilishadi. To'ylarga borib ashula aytamiz. Xullas kalom futbol o'ynab kelib restoran bo'lardi sentrda. Lag'mon chaqirdik, u paytda lag'mon ichardik. Keyin rohat degan ichimlikdan ham olib keldik. 1 litrlikmi, 1,5 litrlik haligi nimada olib keldi. Lag'monni ichgandan keyin tepasi tiyillab turibdi deydi, haligi muzdak. Shunday ko'tarib ichib yubordim. O'zim bilmagan holda ichibman. Ashula aytsam ovozim qaltiraydigan bo'lib qolgan. To'yga borib ashula aytsam sheriklar ovozingiz qaltirayapti dedi. Demadim. Mana eshiting dedi. Yozib olgan ekan, o'jida aytsam, echkini nimasiga o'xshaydi. U paytda rahmatli Muhsin akamman yurardik. Men ashula aytardim. Mashinam bor edi. Palon yerga borg'in. Shirinlanlab. Xo'p bo'ladi ustoz. Men palon vaqtda boraman deyardilar. Borib turardim, Muhsin akam kelardilar. Ashula aytolmay qoldim. Endi ustoz dedim. Bu san'at bilan dedim, qo'shiqchiman. Birovga kulgi o'rgandan keyin shuni yig'ishtirib qo'ya qolay desam, bekarlarni beshtasini aytibsan. Nima endi sen boshqa hunaring olmasa, ovozim xirib bo'ldi deb bola chaqangni mani yeydi. Menga chopilliq quyuraverasan dedilar. Ayalarim bilan sizlarni ko'rgani keldik. Haftada hech bo'lmasa bir marta kelamiz, sog'inib qolamizda. Choyingizdan keyin. Kim? Qani? Mana hozir nevara telefon qilyapti. Eshitdikchi? Alo. Qo'p qo'ydi. O'chirib qo'yinglarmi? Ha, xo'p. Tinchmisizlar axir? Bolalar yaxshimi? Qani, yasha qizim. Allohga shukr qilish kerak. Mana uylanib, bola chaqali bo'lib, mana endi sizlar ham bola chaqalisizlar, nevaralasizlar. Hademay bular ham katta bo'ladi, bular ham uchirma bo'ladi. Umr o'taveradi. Mana onam bilan turmush qurganimizga 50 yildan o'tibdi. Mana ikkovingda turmush qurganingga ham 32 yil bo'ldi. Bu ko'z yumguncha hayot o'tib ketadi-da. Mashoyixlarimiz bekorga aytmagan. Bozorga bordim, kapallik oldim, mozorga bordim deb. Shuning uchun aqlli bilan bunaqangi zamon, to'qinchilik, serobchilik qaranglar. Qaqa qo'llaringda uzatsalaring yetadi. Sizlar baxtlimisizlar shunaqa oilaga tushganlaringdan? Qaytib tug'ilsak, shunaqa oilada tug'ilaylik yana. Ilohim, ilohim. Onasi-chi? Dunyoda eng baxtli inson kim desa, ota-onasi bor inson deydi. Ha, dunyoda boyi biz. Baxtingizni ko'rdingizmi, baxtingizni? Mana shular hammasi siz baxtingiz tufayli. Shirinlarim, meni yoshligim esimga tushib ketdi olmani. Biz bu paytda mana olma bo'lmasdi. Qurt yegan olmalar bo'ladi. Mana kuni kecha prezidentimizga askiya qilib berdik, ma'qul ketdi. Mana oxirida chiqib hammamiz bilan ko'rishdilar. Men bilan so'rashdilar. Musulmonchilik asta sekin. Ha, ilohim, ilohim. Nazoxon yashang. Endi bu nima kamlaring bor? Aytaveringlar, biz bajaramiz nuqul. Sizlarda bor tinch yashashlaring, aql yashashlaring, ittifoqli bo'lganlaring bizni baxtimiz. O'shaning uchun xotirjam o'tiramizda bolam. Tinchlik eng zo'r ne'matlardan biri. Qaytga borsak, sog'ligingizni so'rashadi, hamma sizni hurmat qiladi. Mana 50 ga kirdilaring. Ha, Alloh umrlaringni bersin. Ilohim, baxtimizga sog' bo'ylasizlar. Har doim birga bo'laylik. To'y-to'ychiqlarda yurtimiz tinch bo'lsin. Yashaylar, yashaylar. Bu Sherali keldingizmi? Assalomu alaykum, keling Sherxon aka. Ba, keng endi siz ham. Bir maza qilaylik. Ha, bu ham katta o'g'lim-da. Keling.
Birinchi shogirdim bu. Yo'qlab turadi. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz. Sherxon. Labay. Orpatani joy jannatda bo'lsin, duosini olgansiz. O'sha Toshkentda yurgan davrimizda oldiga kirib, albatta. Ustoz duo qiling deganingizda Orpatamning ko'zidan yosh chiqib ketgan. Qayerdan kelding bolam? Ha, Qo'qondan. Ay. Qo'qondan olib keldim, yana Qo'qonga ketar ekan qo'shiqlarim. Nimaga bu Buxoro, Samarqand emas, Xorazm emas, Jizzax emas? Qo'qondan kelibsan ulim. Umring uzoq bo'lsin deb duo qilganlar. Albatta. O'sha Orpatani bir so'limini eshitaylik. Xo'p bo'ladi. Ha. Yarın aynak diyen qarangnoz uyquda yotganmikin. Yarın aynak diyen qarangnoz uyquda yotganmikin. Yoki qilgan olishini o'ydan uyg'otganmikin. Yoki qilgan olishini o'ydan uyg'otganmikin. Bu odamdagi bir ajoyib xarakterni men yaxshi ko'raman. Bu odamda shunday xarakter borki, birorta odam bilan bir tortishib, shu ijod davomida bir narsa nimaga kelisha olmay qolsa, hech qancha vaqt o'tmasdan yana oldingi oqibat, oldingi muloqot go'yoki hech narsa bo'lmaganday gina saqlamaydigan odam. Ikkamizning oqibatimiz yaxshi aka. Menda ham birikta o'tmagan tomonlar bor. Sotib berasizmi? Sotib beraman. Mana laqtayni bir pulni qilib bering. Bu muzli doğrudan beri tanıymandı bu adam. Bunaqa yaxshi odam yo'q dunyoda. Bitta. Boshqasi kerak emas. O'zlari yetadilar. Bahodir akam, xohlasangiz sozanda, xohlasangiz xonanda, xohlasangiz askiyachi, xohlasangiz yakkaxon turib olib turib qiziqchilik qiladi. Serqirra zo'r ijodkor. Hammamiz akamizni ko'rib, xursandchiliklarga borib, bizani xizmatlarga aytardilar, yaxshi kunlarda birgalashib xizmat qilardik. Mana haligacha xalq xizmatidalar. Boringizga shukr. Mana rosa xursandman. Shunaqa aziz insonlar bilan aka-uka bo'lganim. Aynan. 40 yildan oshdi bularman suhbatdosh bo'lganim. Rosa tanishganlarda böyle yo'q bo'lib ketadi deb o'ylaganlarda qarasalarki biz hali ham chetdanmiz. Bahodir akam ustoz san'atchi. Rahmat. Boshlari omon bo'lsin. Rahmat. O'zbek xalq folklori deganda mana shunaqa ustozlarni boriga shukr ustun bo'lib turishadi. Shulardan o'rganamiz. Shulardan o'rnak olamiz. Bizni baxtimizga sog' bo'ling. Rahmat. Iloyo salomat bo'ling. Yashang. Xuddi bag'ridek fe'li ham keng. Iloyo. Aylaning sog' bo'lsin. Gapirgani bu-yu. Ana aziz yurtdoshlar, mana kecha qiziqchi, askiyachi va qiziqchilarimizni ko'rik tanlovi bo'ldi. Respublika xush kayfiyat ko'rik tanlovi. Endi kecha baholadik. Hammalarini san'atlarini, xizmatlarini bugun endi nasib qilsa mana 9-may kuni eslash va qadrlash kuni hamma ustozlarni xotiralaymiz.
askiya va qiziqchilik san'atiga asos solgan ustozlarni qadrlab, hurmatlab eslaymiz. Shu bugun mana Andijonni teatrida shu marosim bo'lib o'tadi. Festival deb atadik. Baxshilarning festivali bor ekan. Askiyachi qiziqchilarimizning festivali yo'q ekan. Maqomchilarning festivali bor ekan. Hatto raqqosalarimizni, san'atchilarimizni ko'pini elga yurtga tanitgan shu festival bo'ladi. Mana Madaniyat vazirligi albatta bevosita shularni tashabbusi bilan, shularni sayl harakatlari bilan Respublika askiya va qiziqchilar festivali bo'lib o'tyapti. Bu ham endi tarixiy voqea. Sababi ustozlarimizni ko'p filmlarda ko'ramiz, havasimiz keladi. Mana bugun shunaqa kun. Qadamingizga hasanat, kelinglar. Ustoz Yusufjon qiziq aytgandek, kuning, umringiz uzoq bo'ladi. Boshinglar omon bo'lsin. Sog' bo'linglar. Xush kelibsizlar, xush ko'rdik. Vaqt oqar daryo deydilar. Bugun Bahodir aka o'zining bosib o'tgan hayot yo'lini, tarbiyalab katta qilgan ota-onasini eslab, ustozlarini yod etib, ko'zlariga yosh keladi. Yoshlarga esa har bir davrning qadriga yetishini bot-bot takrorlaydi. Shunaqa bir zamonlar kelar ekan, qarang. Zargarda ishini temirchi baholar ekanda. Bu Maqsum dada Rahmonining gapi bu. Askiya go'ng tevada ochilgan atirgul. Buni Abduqahhor aytgan. Chunki tagini kovlagan sari hidi chiqaveradi. Qarangda, shunday muomala qilish kerakki, tagiga qo'l yetmasin, kovlama. Gul chiroyli bo'lib turaveradi. Mana hozirda u askiya yo'q, hozirda yo'q askiya. Mana Masrali shogirdim bilan masalan biz 40 yildan shaqa birga yurgan bo'lsak, Alloh umrini uzoq qilsin, tani joni salomat bo'lsin, bolalariga bosh olsin. Bu yoshlik davrlarimizda men bilaman Masralni xarakterini, men bilaman Masralni oilasini. U biladi meni oilamni. Biz qana sharoitda yashaganimizda. Maqsum dadalar, Hasan boy akamlar, Mansur bilan birga yuramiz. Ey bolalarim, sanlarda kelajagingiz zo'r. Ha, oshiqlaring olchi bolam, umrlaring uzoq bo'lsin, bizni yo'limizni bersin. Bizdan ham zo'r o'ginlar deb duo qilardi shular. Umr qisqa ekan. Aynalib o'rgilib mana qarang. Mansur 70 ga kiribdi. Men 75 ga kiryapman. Tanamiz ko'tarib yurganiga Allohga hamd sano bo'lsin. 4 qadam qo'ysak hansirab qolyapman. Kasallikda eng yomoni nima desam, men shuni bildim, qarilik ekan. Ey o'rtoqlar, yoshlik kam, qarilik ko'p. O'zingizni ehtiyot qiling. Kuchim bor, belagimda baquvvatman deb har xil anaqalarni qilmang. Bir kun kelib shu afsus yeysiz ekan. Ma'rifjon, men o'tgan umrimdan xafa emasman. Uzr. Bizlarni baqib katta qilgan, tarbiyalagan yurtga qo'shgan ota-onalarimizga ming rahmat. Biz rohatimizni ko'rolmadi shular. Havas qo'yardi. Bolalarim
zo'r odam bo'lsa, olqish eshitsa men xursand bo'lardim deb yurishardi-da. Afsus, afsus, afsus. Davr hakam ekan umr. Hech kim allasholmas ekan. Allohdan umringiz uzoq bo'lsa, tankani tagida qolib ketsangiz ham butun chiqasiz. Manzarali men bir xil vaqtda o'tirib hasratlashib qolamiz. Bir miyoriga borganda yig'lashib olardik. Rahmatli onasini gapirardi. Men onamni gapirardim. İçim to'la dard, gapirmasam bo'lmaydi. Sarapam rahmatli o'qituvchida bularni oilasi. Dadalar rahmatli ham o'qituvchi bo'lgan. Esimdan chiqmaydi. Mansuralni yetalab kelishdi. Madaniyatga. Uka, apa keling. Lapar aytardilar. Onam rahmatli ham lapar aytardi doirada. Uloqqa chopib yurgan ot qarisa ham otlarni kishnaganini ko'rsa tilpinib turar ekan. Qarang. Qonida bor-da, ammo bir qadam qo'ya olmaydi, ammo talpinib turar ekan. San'at ham shunaqa, oshna. Bir joyda to'y hasham bo'lib qolsa, qaniydi menga navbat bersa chiqib yorib borardim degan fikr keladi. Qo'shiqchiga ham, askiyachiga ham. Endi bu davr taqozosi. Nachora. U davrda olqishlangan askiyachilar hozir xohlagan paytda zarur bo'lganda olqishlanyapti, chaqirilyapti. Faqat davlat tadbirlarida, to'ylarda ham kimlardir egallab bo'ldi. Istardimki, shu nevaralarimga ham shunday odam uchrasin. Men bu odamni hech ham rashk qilmaganman. To'yga ketsa, baribir kechasi kelardi. Toshkent ketsa ham ozonda yetib kelardi. Endi baribir yaxshi yashaganmizda. Hozir ko'chaga birga chiqsak ham yo'lma-yo'l qolib ketishadi. Unaqa borib turaverasiz. Yana yetib borishadi, yana ikkita so'z oladi, yana yangi saytni bering deb bular qo'ymaydi. Men naryoqda tajang bo'lib turaveraman, shu nimamiz. Achchig'imizga endi ko'chaga chiqmaymiz bilan deyman-da. Mana ustozimiz o'sha oldingi o'zimizda onalarimizni aytgan qo'shiqlarini, yo'qolib borayotgan urf-odatlarimizni, yani shu milliy qo'shiqlarimizni, xalq ijodiyot qo'shiqlarimizni bizga yetkazib, bizga shu keltiryapti, shu qo'shiqni biz o'rganyapmiz jamoamiz bilan. Qo'qonjon yo'li sozi vohay bo'la, ey yo'lida o'ynaydi g'ozijon bo'la, ey Qo'qonjon yo'li sozi vohay bo'la, ey yo'lida o'ynaydi g'ozijon bo'la, qizlar qizil gilos vohay bo'la, yigitlar ishqi g'ozijon bo'la, ey qizlar qizil gilos vohay bo'la, yigitlar ishqi g'ozijon bo'la. Shiralni oqqayni bor, uni o'girib olganman. Zangor yaylov bag'rida o'tlab yurgan buqajon, senga keldim atayin ki silosib berayin, seni ko'rdim esladim qassoblarni kundasi, qorni och qassob bor hali, qilmishlari atayin, indamasang tanangga bolta urushi tayin, ehtiyot bo'l buqajon, qassob sani so'ymasin, go'shtingni kavob
qilib yarim so'mdan sotmasin. Endi asakada to'ydamiz, shuni aytyapman. Ne ko'zman qarayki, sherali jo'rayib turibdi ro'paramda to'yxonada. Mana endi qilib olib, indamay turibdilar. Bunday qilibdi-da, navbat yugurib chiqadi o'rtakash. Endi hozir balondaqa pistondaqa sherakam keldilar, sheraliga deyish kerak-da. Dibdi. Men ko'rganim yo'q. Ha, endi odamlar maroqqa o'tiribdi. Churq etmay, shuni ponni aytib oldim. Yasha, yasha. Voy, xumpare. Oting nima, ha, Bahodir? Qayliksan, Allah. Mayli, rahmat. Bir o'zim nimaga buzib aytding? Mumkin emasmi buzish demadi. Davom etaverdi, tomosha qilib pul qistirib o'tirdik. Alloh suygan bandasiga mana shunaqangi iste'dod beradi. Hammaga birday yo'qa olish iste'dodini beradi. Bahodir aka Shokir bilan ko'chadagi 7 yoshar bola ham bir kulishib gaplashgisi keladi. 70 yoshar cholam Bahodirjon deb to'xtatib olib, u bilan kulishgisi keladi. Bu baxt hammaga ham nasib qilalmaydi. Hammaga ham shunaqangi imkoniyat berilmaydi. Faqat Alloh suygan bandasiga shunday imkoniyat, baxt beradi. Biz ham bu kishini hurmat qilamiz. Turmush qurganimizga 50 yil bo'ldi. Martda to'ldi. Endi mana Xudoga shukr, nevaralar, sevaralar, bolalarimiz bor, ko'p bas bolalar, bitta shu yerda o'g'limiz, ikkinchi o'g'limiz o'tib qolgan. Ulardan ham ikkita nevara bor. Har doim kulguni ustida, birorta kelsa ham, qo'ni qo'shni kirsa ham, eshikda edi ham, yo'lda ham, hali billa xursand bo'lib ketaverasiz ketsangiz. Yuragida kiri yo'q odam. O'zi uraydigan. Shu bizning baxtimiz, Bahodir aka, Shokirov bilan mening baxtim, shu Uchko'prik tumanida tug'ilganmiz. Uchko'prik azaldan askiyachilar yurti bo'lgan. Shu Nasriddinbo, Mirzahmedov, G'oyib ota Toshmatov, Pirtaki Odil Eshon deydi, Meliqo'zibo degan askiyachilarimiz bo'lgan. Bular hammasini ko'rganmiz biz. Ular bilan askiya qilingan, ko'rilgan, o'shalardan olingan mevalar endi mana endi ko'rsatyapmiz. Mana Bahodir aka 50 yil yarim asrdan beri sahnada. Bu sayqallanib, hali ham ustoz darajasidanmisa yo'q deydi. Chunki hamma narsani bilasizmi deb so'raydi askiyachi. Yo'q, hamma narsani hamma biladi. U pastda sizdan kuchli o'tiradi. Biz hududlarda shu Qo'qon, Uchko'prik, Yangiqo'rg'onda bir davraga chiqib askiya qilsangiz, pastda hammasi askiyachida gaplashib turadi. Ayniqsa to'ylarda. Unga javob qilish kerak. Sizga 2 barobar nagruzka tushadi, yuk tushadi. Ham raqib bilan olishingiz kerak, ham bag'da tomoshabin bilan. Unga ham ranjitib qo'ymaslik kerak. U askiya deb sizni deb kelgan. O'shaga yo'l berasiz. O mazza qiladi. Yoningizda qarsak kulib. O'sha xalqning ichidan. Hali ko'p yerda so'rashadi, nimaga deydi askiyani kuchi deydi, katta deydi. Juda katta kuchda. 15 ming, 20 ming kishilar mana Mag'ilonni bog'larida chiqamiz. Suron bosadi. Biz insonmiz. O'sha suron bosgani yaxshi. Chunki siz tomoshabinni hurmat qilishingiz kerak. O'shalarni suroni bosadi. Voydod. Redim. Do'stlarim ay bir nazaniyan ishqi bu holda etmish mani. Bir pariya paykal g'ami aşık holda etmish mani. Nima ular tez cholyapti? Tushmayapti bularga. Shunday qo'yib qo'ysang yog'ochda, qo'lga olsangiz odamni sel qilib yuboradi, gapiradi, yig'laydi bular. Yig'lab ijro qiladi. Mana qara. O'sha davrda ota bobolarimiz qo'y boqib yurganda qamishdan
o'zini ovutish uchun shu yasab ana tongi saboda chiqib ketadi bular. So'piniki suvga tinmay qo'ydab chiqib ketadi. O'shanda cholib yurganda butun mavjudot quloq solgan. Ilonlar ham mana hindi yiqib turar ekan, neydi havosiga. Yomonlikni ravo ko'rmay qarang. Hozirgi muzikalar 5 ming deydi. Siz yoshingizga 5 ming tam uzoqlik qiladi. Murodilxon. Murodilxon pudur bolam. Qonini shirvor masala ekangda puda. Voy zot! Tinglang. Oh, tinglang, bu dunyoning g'avosi ko'pdir. Taqdir ishlariga tayyor turaylik, hali uni bizga sovg'asi ko'pdir. Ayting odamlar, nega yaxshi odam kam, yomoni ko'pdir. Bu dunyo asli o'zi kam bo'lgan. Baxtini topgan, topmagan kam bo'lgan. Kimning toliyi baland-u, kimning toliyi past bo'lgan. Yomon qolib hamma yaxshiga qasd bo'lgan. Deydilar manmanlik o'ziga xos. Sizu biz mehmonmiz, afsur umr oz. Borar joyimiz qora tuproq qabr, insonga azaldan azizdir umr. Dunyo lazzati gohida ko'pdir, gohida kam, boriga shukr qil, yo'g'iga sabr. Magar so'zlarim kelmasa malol, rostini aytaman, yolg'on halol. Ona ulug' zot deb har birimiz lofqob urib og'iz yirtamiz. Aslidachi onani o'ldirib bir kun qabristondan ko'mib qaytamiz. Dunyoda har xil do'st bor ekan. Do'st bor ekan, mol-u davlatingiz do'st, obro' mansabinga do'st, kasbi koringa do'st. Chiroyli bo'lsa hatto xotiningga ham do'st topilar ekan. Askiyaga qachon o'tgansiz degan savol bo'lishi mumkin. 78-yili Toshkentda har yili Paxtakor mavsumini stadionda ochilish marosimi bo'lardi. Rahmatli Yo'ldoshxon aka, Muhiddin aka meni yetalashib olib ketishdi. Odam to'la turibmiz. Nari tomonda toshkentliklar. Abulqosim aka. Qarangda. Jalol doktor, Jamol doktor. Po'lat qichiq. 5 tam 6tasi turibdi. Askiyachilar, Toshkentda askiyachilar. Bag'da biz askiya kelib menga tashashdi. Kuni kecha aytib berdim buni, qisqa nimasini, variantini. Bodirxon Abul aka rahmatli, Mulla To'ychi Toshmuhammadning o'g'illari. Joy jannatda bo'lsin, 96da davra qilgan shu odam. Labay usta desam, endi bu pal bo'ldi. Yoshlar ham, keksalar ham o'ynaydi. Sizga bir foto muxbir savol berdi darvozada turganingizda. Bu yoshlar tepsa qanaqa ushaysiz? Keksalar tepsa qanaqa ushaysiz? Degdi. Javob berdingiz. Nima debman ustoz? Endi yoshlar shtob bilan tepadi. Sakramasam ushalmayman dedingiz. Keksalarchi degdi. Endi bular pastdan olib keladi, yotmasam ushalmayman dedingiz. Endi kulgi bo'ldimi? Askiya qilmaganman men. Bunaqa eshitib yurganman xolos. Rahmatli Muhiddin akam turtyapti. Javob berchi, qani? Usta dedim. Ilohiy narsa-da bu. Kelib qolganini qarang. Labay Bodirxon. To'g'ri aytdingiz.
Mana kechagi o'yinda bir sektorda yonma-yon o'tirdik. To'g'rimi? To'g'ri. Gol devordi. Men e'tiborsizlik qilgan ekanman. Sizga yuzlanib so'radim, usta qaysinisi kirgizdi desam nima dedingiz? Nima debman Bahodirxon? Kechirasan bolam, sigaret chekaman deb engashganimda kirgizgan ekan. Shu meni yutug'im bo'lib qoldi. Endi stadion qancha odam bor bilmayman. Guldiroz qarsak bilan men yoshmanda. Ana o'sha yerda o'tirgan fanatlar, televideniyada o'tirganlar bor ekan, boshqasi bor ekan. Keyin menga osilishdi. Muxdin aka, shu yigitni olib kelasiz. Qanaqa konsert bo'lsa olib borishadi. Tanishni qarang. Yo'q, keyin askarchi bo'lib, hali Toshkentliklar ham tanib qayda ko'rsa Bahodirxon qalaysiz. Assalomu alaykum, qani yursinlar. Pushkin parkida o'sha paytlari kulgu kechalari bo'lardi. Ancha yillardan beri mana Bahodirjon akam bilan bitta sahnada xizmat qilish, ko'p marta safarlarda ko'p marta xizmat qilish. Menda baxtli odamman desam mubolag'a bo'lmaydi. Sababiki bunda askiyachilarni topish, lekin ko'pchilik aytadi, "Boltoy aka nimaga askiyachi bo'lmaysiz?" Bular ayamasdan sabalaydigan odatlari bor. Shuning uchun sal chetirada yuraman-da. Ammo yaxshi inson. Sog' bo'lsinlar, bola chaqasiga bosh bo'lsinlar. Hali ko'p yillar xalqimizga shu qiziqchilik, askiyachilik san'atini bardavomlik ila tarqatsin, shu ziyo tarqatadi deydi, shu askiyani tarqatsin iloyim. Bahodir ko'nglingiz sog' bo'lsin, tanjoningiz sog' bo'lsin. Ko'p yillar mana xalqimizga kayfiyat ulashib, yurtimiz sog' bo'lsin iloyim. Mana shogird bolalar mana nuqul yetaman-da, mana askiyada mana Bahodir akalar, mana Xatan akalar, mana shu vodiyning askiyachilardan ozgina o'rganish kerak. Burada bitta maktab davom etaman-da. Yaqinroq yursa yuqadi ham. To'g'ri. O'zingiz sog' bo'lsin aka. Sog' bo'linglar. Rahmat. Yoshlarga tanijoni salomat bo'lib, bosgan qadamini o'ylab bosib, ota-onasi hayot bo'lsa, shularning duosini olib, shularni hech xafa qilmasdan maktabda yaxshi o'qisin. O'qimaganga kun yo'q hozirgi kunda. O'qimasa bo'lmaydi. Qarangki, davlatimiz rahbarlari, prezidentimiz shunaqa katta yo'l ochib qo'ydilarki, oddiy qishloqni bolasi chet elga borib grant asosida o'qishi mumkin. Qarang buni. Qachon bo'lgan bu narsa? Vatanga sidqidildan mehnat qilib, har xil oqimlarga aralashmanglar. Jon bolalarim. Har xil ichimliklar, har xil chekadigan, giyohvand narsalarni qilmanglar. Guldek umrlaringni xazon qilmanglar. Ko'rib kelyapmiz, mana kinolarda ko'rsatyapti. 19-20 ga kirgan bolalar umri xazon bo'lyapti. Uylanib narkotik iste'mol qilgan bolalar g'ujalak tug'ilyapti. Nima kerak? Guldek hayotni qandaydir bir maishatga almashtirish. Shundan o'xshar o'ylar. Alloh panohida asrasin.